Kitob tumanidagi ishimiz Pervolda. Tog'dan shuni Pervoldan tushgandan bir 500 metrdan keyin o'ng qo'lda Samarqanddan kelishdi. 4 ta qo'yildi, liniyalari hammasi cho'tki chiqdi. Mana bu tomondan ko'rinishlari faqat shu salgina yorilgan joyi bor. Sababi apshipka qilindi bu. Shuning uchun ichida beton bor edi. Bir xil joy 2-3 sm rastvor edi. Shuni hisobiga ozgina yoriq joylari bor. Ekrandan nomerga telefon qilsalaringiz xizmat ko'rsatamiz. Bu dachani ham nomeri bor. Saqlab yozib qo'yaman ekranga dacha deb. Manzara cho'tki. Tog', bu tomonlari tog', yonida basseyn. Ertaga nasib qilsa sayldan keyin ishlaydi deyapti. Sharshara, bu yerda alohida xonalar, narigi tomonda alohida xonalar. Ko'pchilik bu kelsa, bu tomonda mana alohida ichkarida sanuzel, hamma narsa sharoitlar bor. Buni oldida karavat, bu tomonda basseyn, bu tomonda tog'ga chiqadigan joylar bor ekan. Basseynda suvini 1-2 kunda to'ldirib qo'yamiz deyapti. Bu ikkinchi tomoni, televizorlar, sharoitlar zo'r. Alohida dushovoylari, sharoitlar, oilalar uchun mana beshiklar, yosh bolasi borlarga. Bu tomonda katta zal, konditsioner, hamma narsa bor. Mana bu yerdan tog', mana manzara. Bu chap tomoni Kitob Pervoli. Chap tomonga yursa Samarqandga chiqib ketadi. O'ng tomonga yursa Kitob shahriga boradi. Mehmonxonaning sharoiti cho'tki. Dacha deymiz endi. Dachami, mehmonxonami, kim qanday tushunsa. Bu dachani oldidan ko'rinishi. Mana manzara.